Assalomu alaykum Traders Club. Mana bugun uzoq kutilgan Ticker Trade Po'lajon akani oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Po'lajon aka, charchamasizmi? Charchamayapsiz. Kayfiyatli. Qayerdamiz Po'lajon aka? Xo'p, biz Toshkent shahar Olmazor tumanidamiz. Olmazorskiy mahalla. Uy, ofis nima? Asosiy bizga kurs yo'q, asosan. Ya'ni komanda bilan birga ishlab, o'tirib, faqat trade qilish va o'zimiz uchun sharoit qilib qo'yganmiz ichkariga. Ishlash uchun chista. Komandam bilan o'zi pashta anchadan beri chiqqanim yo'q. Faqat mana shu joyga trade, boshqa narsa qilmaymiz. Zo'r. Bu siz toychog'ingiz. Ha, bu meni toychog'im. Bu anchadan beri legendasi. Ha, legenda. Prezidentlar yuradigan mashina. Shunaqa. Xitoyda prezidenti imенно shunaqa kortejda yuradi. O'sha uchun qiziqib, endi ana hammani o'zini didi bo'ladi-yu. Misol, taxo boshqa narsa olishga vaqtimiz anaqamiz bor. Imkoniyat bor, lekin o'zimizda ana hayot bor deydi-yu. Ana neobычныйroq yaxshi ko'raman, neobычный. Hammaga o'xshashda uncha anaqa ko'rmayman. To'ppa-to'g'ri aka. Aka, bu rayonda bunaqa uchastkalar necha turadi o'zi? Xo'p, bu rayonda bilmadim, kamida 50-60 yursa kerak sotdi. Sotdi. Ha, yana bilmadim. Yer o'zi. Yerda o'zi yana bilmadim. Aniq bir narsaga ayta olmayman, to'g'risi. Bu narx qancha turadi? Balki 60 ming, balki 50 ming, balki 100 ming. 400 ming bor. Ya. 400 ming bor bu uchastka. Yo. Xo'p. Qani kiramizmi? Ketib kiramiz. Bu bizning mushuk. Ha. Ancha tartibsiz, e'tibor bermaysizlar. Ya'ni traders hayotga yig'ishtirish degan narsa bo'lmaydi. Faqat ishga qaratilgan fokus. Faqat ishga qaratilgan fokusli. Lekin kirgan vaqt o'zi ham boshqacha bo'ladi odam hovliga kirgandan keyin. Hovlining vibe boshqacha baribir. O'zim hovlida ovqat qilamiz o'zimiz. Komandaga o'zim ovqat qilib beraman, ya'ni kadrlar birikta kadrlar beraman. Ya'ni qo'l bola qilib bo'yin qilishni yaxshi ko'raman, osh qilishni yaxshi ko'raman o'zim. Bu tomonlama samnenda yo'q aka. Ovqatni shirin qilamiz, xudo xolisi. Po'lajon aka, hammani qiziqtirgan savol. Qanaqa bu sohaga kirib qolgansiz o'zi? Xo'p, birinchi qiziqishim boshlangan Rossiyadan bo'lgan. Ya'ni 2017-yil Rossiyaga oddiy ishlash uchun borganmiz. Va o'sha endi baribir xuddi O'zbekistonga hozir qanaqa rivojlangan bo'lsa, Rossiyaga ham o'sha yillari shunaqa rivojlangan bo'lganda. Ya'ni trendda bo'lgan. Trendda bo'lgan soha bu. O'sha vaqtda qiziqib, boshida anaqa qaramaganman bu sohaga. Ketmagan. Asosiy ish deb qaramaganman. Misol, o'zi Rossiyaga dvorniklik qilganman, stroykaga ishlaganman, hamma ishni qilib ko'rganmiz. Bosh odamlar qumolan deb tushungan bu sohani. O'yin deb tushungan bu sohani. Hozir O'zbekistonga qanaqa trend bo'lsa, Rossiyada o'sha vaqtda 2017-yil o'sha vaqtda o'sha trendda bo'lganda bu soha. O'sha uchun keyin sekin-sekin qiziqib, o'rganib, ancha pulni yo'qotib, har bir xatongizga pul bilan javob berasiz bu sohaga. Shunaqa. Men shunaqa qilib kirib kelgansiz, Rossiyadan boshlangan. Rossiya asosiysi Rossiyadan boshlangan. 2017-yildan beri men shu sohadaman hozircha. Ya'ni asosiy ishim desa bo'ladi, eng kattalardan. Asosiy ishim ham shu, asosiy dahotim ham shu. Boshqa bizneslar bor, no menga fokus shunday. Aka, shu sohaga kirib keldingiz. Pul yo'qotgan davrlaringizda qanaqa sabr qildingiz? Bu sohadan chiqib ketmadingiz. Ya'ni shunday xarakter bor menda, ya'ni riskni yoqtiraman. Ya'ni ko'p kishi minus qilsa bu sohadan chiqib ketadi-yu, yoki menga emas ekan. 40 degan narsa bor, ya'ni 41 ga chidash degan narsa bor-da. Ya'ni chidashlik kerak bu sohada. Ya'ni siz bu sohada ham o'zi chidash kerak. Bunday bundan kerakli narsa menimcha shu bo'lsa kerak. Chidamli, sabrli. Misol endi xo'p, xatoyingizga pul yo'qotasiz bu yoqqa, lekin o'sha narsaga misol har bitta xatoyingizni yozib borsangiz, har bitta qilgan o'sha minuslaringizni siz o'rganib borasiz-da. Ya'ni o'zingizdan o'zi bir успешный trader chiqmaydi. Sizdan faqat sabr bilan bir narsaga erishish mumkin. Hozir razgon bo'lib ketgan-ku hamma yo'q. Yo'q, unaqa razgon bilan hech kim boyib qolmaydi, to'g'risida. Faqat stabilda oqiradi. Boshqacha yo'nalishi yo'q bu sohani. Xo'p, bu yoq bizning pon traders atmosfera. Ya'ni o'zim o'tirib mana shu joyga ishlayman. Monitordan eng qimmatlaridan. Eng oxirgi, hozircha eng oxirgisi. Prosessor eng oxirgisi, hamma narsa eng oxirgisi. Chunki bizning sohamiz shu bo'lgandan keyin, ya'ni o'zimizning instrumentimizga pul tiqishimiz kerak edi. To'g'ri. O'sha uchun ham u yog'i shogirdlarimizni, ya'ni komandamiz a'zolarini joylari va tepada ham bor. Hammalik shogird. Po'lajon aka, mana sizni muvaffaqiyatli trader deb bilaman-da, mana anchadan beri. Shuni kaliti nimada aka? Kalitim juda sodda va oddiy. Kalit deganda bu muvaffaqiyat kaliti bu ota-onaning duosi. Faqat men bu любой teshikka, любой biznesga, любой narsaga kalit bilan kirasiz-da, ya'ni duo bilan kirasiz.
nimaga ko'proq duo olishga harakat qilaman? Xalqdan duo olaman, ota-onamdan duo olaman. Har kun ertalab turib, ishga ketayotgan vaqtim duo qilmasam men turmayman-da, ana ketmayman ham-da. Tushunarsiz nimaga? O'sha kuni agar duo olmasdan chiqib ketsam, men stop yeyishni bilaman-da. Prekrasno aniqda men stop yeyishligimda. O'sha men shu narsani bilib qolganman yoki-da bu narsani nima desam bo'ladi? Kayfini bilaman, qo'pol qaytganda-da. Ya'ni duoni hukm anaqalari, narsalar. Shunda ota-onaning duosi, xalq duosi sizni xohlagan o'rningizga olib chiqadi-da. Sizni xohlagan o'rningga, misol har tomonlama pul taraflamami, boshqa taraflamami hal qilolmagan narsani duolar hal qiladi-da. O'sha uchun ham to'g'ri. Faqatgina duo olish kerak, boshqa narsa qilish kerak emas. Sizningcha Po'latjon aka, bilim olishni eng zo'r manbai nima? Bilim olishning eng zo'r manbai, ya'ni ko'proq big test qilish, ya'ni odam o'zini misol mana bozor bilan birga bir qolsa, sizga kimdir o'rgatsa ham, siz dalnishi olib keta olmaydi-da. Ya'ni sizga bor bilimini sizga beradi. Siz bu yoqdan o'tirib turib, big test ko'proq qilinsa, ana o'shanda nima deyman bu? Yaxshi odamga anaqa bo'ladi. Rezultat bo'ladi. Ya'ni ko'proq savdo qilishlik, ya'ni sentovkaga, demashotga maslahat bermayman-da. Ya'ni hatto biz sentovkaga o'tirib ishlasa, nimadir oladi bozordan. Birga bir qolish kerak. Bozor bilan gaplashish kerak. Bozorga ko'proq vaqt ajratish kerak. Bo'ldi, значит, bu joydan zilka ochishim kerak ekan, pul ishlashim kerak ekan emas. Ya'ni analiz bilan kirish kerak savdoga. Bizani o'zimiz back test kerak. Shunaqa. Bizani o'zimizning vaqtimiz bormi? Endi misol qachongacha yashaymiz bilmaymiz, lekin bizani kunimiz bor hali-da. Endi yana avvalosi Alloh, yana bilmaymiz qachongacha yashaymiz. Shoshmaslik kerak. Xudo bergan kuni ko'p, sekin, Xudo xolisa pul ishlaydi ham, joniga ham tegadi, nimadirga puli ham yetadi, faqat sabr qilsa-da. Bir xil treyderlar bor, bo'ldi, zirka ochishim kerak, sovg'a qilishim kerak, kim signal berar ekan, kim kanaliga o'tirishim kerak ekan. Eng katta xato mana shu narsa. Birovning kanaliga o'tirib, birovning zirkasidan signal ochish, ya'ni analizdan signal ochish. Ya'ni o'zim maslahat bermagan bo'lardim bu narsa haqida. Po'latjon aka, mana любой tradingga kirmoqchi bo'lgan odam pulga qiziqib kiradi-da. Puldan muhimroq nima narsa bor? Xo'p, puldan muhim narsalar bu birinchi odam mehri, ya'ni odamning qadri. Ya'ni biz odammiz, hamma bizga o'xshagan odamda. Misol, bugun bizga erta o'ligida. Ya'ni u qanaqa inson bo'lsa, siz shunaqa muomala qiling. Ya'ni siz uni puli bormi, yo'qmi, mana shu narsa menga birinchi o'rinda turadi-da. Ya'ni odamning qadri. Ertadan qayerga kirsangiz ham sizni hurmat bilan kutib oladi-da. Qanaqadir men kibrli, men boyvachcha keldi deb prosta piching qilib ketishmaydi. Tushuntira oladimi? Mana shu narsalarni men juda qattiq tushunayman. Misol, hammamizga pul bor. Hammamizga Alloh davlat beradi, to'g'rimi? Bu narsani qancha siz o'zingizga, ya'ni nima deydi, kamtar tutsangiz, ertadan sizni hurmatingiz yanada oshadi-da. Mana demak siz uchun puldan muhim narsa odamning qadri, hurmati. Qadri, hurmat. Shunaqa. Zo'r. Po'latjon aka, ko'rish xursand bo'ldim aka. Rahmat, men ham xursand bo'ldim. Joningiz sog' bo'lsin. Endi eng asosiy savol, yosh treyderlarga nima maslahat beramiz aka? Yosh treyderlarga maslahatimiz, bu sohaga o'zingizdan o'zingizga kirmanglar, ya'ni bilimsiz kirmanglar. Bekorga depozitlarni yo'qotganinglar qoladi. O'zingizdan ustunlarga ishlanglar ko'proq, bilim olinglar. Misol, YouTube to'la, men kursim yo'q sotadigan. Siz YouTubedan ham ko'rsangiz bo'ladi. Hamma treyderlarnikini darsligi bor YouTube'ga. Nimadir olsangiz bo'ladi. Big test qiling. Shunaqa o'zingizdan o'zingizlar xom hayol qilib boyib ketaman, birdaniga kiraman, bilim yo'q, faqat savdo qilaman degan narsa bo'lmasin. Pul bo'lmasin. yo'qotasizlar bu sohada, agar bilimsiz bo'lsanglar, faqat pul yo'qotasiz. Bu yoqda omad kam rol o'ynaydi. Yo'q narsa. Fashtida tradingda omad yo'q narsa. Bir beradi, ikki beradi, polibom sizdan shu shotda oladi. O'sha uchun ham faqat o'zingizlarning ustunligiga ishlanglar, stabillikka harakat qilinglar va mevasini topasizlar, xudo xolisa. Mana shunaqa maslahat beraman. Sizlarga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshilik ko'rishaylik. Joningiz sog' bo'lsin aka. Salomat bo'ling. Kelib turinglar.